Putin harbiy bazalar, qurol omborlari va aerodromlar yangi qurilgan tizimlari ochiq maydonda o'rnatilmasligi uchun oldindan tayyorlanishni talab qildi. Rossiya prezidenti 2036-yilgacha mo'ljallangan yangi davlat qurollanish dasturi bo'yicha yig'ilish o'tkazdi va unda harbiy bazalar va aerodromlar uchun infratuzilmani oldindan tayyorlash kerakligini ta'kidladi. Yangi qurol tizimlarini joylashtirish uchun bazalar, omborlar, aerodromlar va boshqa inshootlarga ehtiyojni oldindan hisoblab chiqish va infratuzilmani tayyorlashni boshlash muhimdir. Bunday obyektlarni qurish va modernizatsiya qilish uchun zarur bo'lgan moliyaviy resurslar qurollanish dasturida alohida band sifatida belgilanishi shart deya ta'kidladi Putin. Prezidentning so'zlariga ko'ra, u doimiy ravishda ushbu xarajatlarni boshqa bandlarga ko'chirish iltimosi bilan kelayotgan hujjatlarni imzolaydi. Ammo bu nima bilan tugaydi? Yangi qurol tizimlari paydo bo'ladi, keyin esa to'g'ridan-to'g'ri dalada o'rnatiladi va bu ularni tezroq modernizatsiya qilishni va qo'shimcha xarajatlarni talab qiladi, dedi Putin. Shuningdek, u Rossiyaning suverenitetining kafolati bo'lib qolayotgan yadro triadasiga alohida e'tibor qaratish zarurligini qo'shimcha qildi.